Taloq qilish sehri erkak tushida yurganligini ko'radi yoki ayoli o'zini eriga xiyonat qilayotganligini erkak tushida ko'radi. Bu tush qayta-qayta bo'ladi. Bu sehrut taloq, ya'ni taloq qilishlik uchun qilingan sehr bo'ladi. Yo ayolni talog'ini bergisi kelaveradi yoki bo'lmasam ayol eridan besabab hech qanday sabablarsiz ayoli eridan talog'imni bering, javobimni bering, ajrashaman deyaveradi. Keyin ba'zi payt talog'ini so'raveradi-da, saldan keyin yana o'ziga kelib qolib, men nima uchun talog'imni so'radim deydi haligi ayol. Yana ozgina vaqt o'tadi, yana talog'imni bering deydi. Hurmatli akalar, ukalar, xosatan tushinglarda ayollar sizlarga xiyonat qilsa, bu 10 yillarda ham xiyonat qildi degani emas-da. Yoki taloq berishga shoshilmanglar. Yoki opalar, singillar, talog'inglarni bo'lar bo'lmasga so'rayvermanglar. O'zingizlarni tekshirtiringlar. Yana sizlarga ham taloq sehri qilingan bo'lmasin. Alloh taolo barcha sehrlardan hammalarimizni o'z panohida asrasin.